Shu Alloh uchun do'stlashgan 3 ta do'st bo'lgan ekan. Taqdir taqozosi bilan dunyoda 3 chekkasiga tarqashgan ekan. Birlari bir shaharga vali hokim bo'lib saylanib, birlari ilm talabida ketgan ekan. U ilm talabida ketgan sal kambag'alroq ekan. Bir kun xizmatkorlarni chaqirib, do'stlarimning oldiga borib kelasan debdilar. Xo'p bo'ladi. Vali hokimning oldiga borib aytasanki, do'stingiz qarz o'tib qoptilar. O'sha qarzlarni uzib bo'lsalar, keyin oldingizga kelarkanlar, ziyorat qilganlar deysan deb ma'lum miqdorda bir narxda aytibdilar. Xizmatkorlari vali hokimning oldiga kelib, do'stingiz sizdan salom aytdilar, ozgina qarzdor bo'lib qoptilar. O'sha qarzlarni uzib bo'lsalar, sizni ziyoratingizga kelarlar debdi. Qancha qarz o'tib qoptilar? Hamma shuncha qarz o'tib qoptilar. Darrov kirib bir xaltada oltinni olib chiqib mana. Mana shu oltinni olib borib bering. Do'stim tezroq qarzlardan uzilib, didorlashni Alloh nasib qilsin deb jo'natib yubordi. Xizmatkor kelibdi, mana shu do'stingiz, vali hokim do'stingiz mana shu pulni berib yubordilar. Desa, ha, yaxshi. Endi ilm talabida ketgan do'stim oldiga borasan deb, ammo uni borib qo'qitib yubormaysan. 5 tanga qarz o'tib qoptilar deysan xolos. Hop bo'ladi, borib xizmatkor borsa o'sha do'stlarning uyida palos, ikkita narsalar bor ekan xolos. Bir dunyoda narsalari yo'q ekan. Do'stingizdan salom olib keldim. Ha, do'stim salomatmilar? Yaxshi yuribdilarmi? Ha, yaxshi yuribdilar. 5 tilla tanga qarz olib qoldilar. O'sha 5 tilla tanga qarzlarni uzib bo'lsalar, ziyoratingizga kelishlarini aytdilar debdilar. Ha, shuna bo'ldimi? Shuna bo'ldi deb aqa yuguribdilar, baqa yuguribdilar. Oxiri keyin ko'chaga chiqib ketib, allaqancha vaqtdan keyin begona odam hovliga kirib ketdi. 5 tilla tanga so'rab kelgan sizmidingiz? Ha, mana dedim. Mana shu 5 tilla tanga deb begona odam berdi. Qanila o'zi bu xonadonda egasi desa, u odamni men qul qilib sotib oldim debdilar. Maşallah, men borib ko'rib qo'ysam maylimi shu odamni? Ha, mayli. Yugurib borib aytibdilar, "Yo, hazrat, nimaga bu ishni qildingiz?" Desalar aytibdilarki, "Meni do'stim shu qarzda, shu bo'ynalarida 5 tilla tanga qarz bilan bexos vafot etib qolsalar, Alloh taoloning oldiga qarz bilan bormasinlar. Men uni chidarmayman, o'shaning uchun o'zimni 5 yilga mana shu odamga sotib yubordim" degan ekanlar. Qarang, maşallah, do'stlikni qarang. Sharoit yo'q, chiqib o'zlarini 5 yilga sotib yuboribdilar. Qarang, bizda shunaqa do'stlar bormi? Bitta oshxonaga kirganda 500 ming, 600 minglik ovqat yeb olgan bolalardan bir 100 ming, 200 ming so'rasangiz, bizni pullar aka, bilasiz, bizni pul bankda turadi, bizni pul shotda turadi, bizni pul dollar qilib qo'ydik, bizni mashinaga topshirib qo'ydik, yangi narsa olyapti, chek olyapti, boshqa bo'lyapti. Ishlatayotgan mo telefonini ko'rsangiz, ishlatayotgan telefonning o'zi falon pulli telefon. So'rab kelgan pulni 5 baravar.